Sun'iy intellekt degani faqat ChatGPT degani emas. Hozir men sizga ChatGPTdan ham zo'r. Eng asosiysi, mutlaqo bepul bo'lgan 3 ta neyrotarmoqni ko'rsataman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun hoziroq saqlab qo'ying. Birinchisi, Claude 3. Agar sizga uzun matnlar yozish, xatolarsiz tarjima qilish yoki dasturlash kodi kerak bo'lsa, u hozirda ChatGPTdan ancha aqlli va o'zbek tilini juda zo'r tushunadi. Ikkinchisi, Leonardo AI. Midjourney kabi AI'lar pullik bo'lib ketganini bilasiz. Lekin Leonardo har kuni sizga bepulga, juda yuqori sifatli rasmlar chizib beradi. Shunchaki tasavvuringizdagi holatni yozib bersangiz bas. Uchinchisi, Kling AI. Oddiy rasmlaringizni yoki yozgan matningizni bir zumda jonli, professional videolarga aylantirib beradi. Bu neyrotarmoqlarning rasmiy manzillari va ulardan qanday qilib to'g'ri foydalanish sirlarini Telegram kanalimga bepul fayl qilib joylab qo'ydim. Profilimdagi havola orqali hoziroq oting va obuna bo'ling.